Yaqında Kanada Davlat Mudofaa ministri Paul Hill Rossiya televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda o'zining xizmat etayotgan vaqtda yashilmagan ba'zi bir kishini hayron qoldirgan sirlarni oshkorladi. Yer sharida hozirga qadar 80 dan ortiq tashqi plat odamning borligini, ularning kishilarga bak o'xshashib ketgachga odat kishilarning bayqalmaganligini aytgan. Masalan, Shimoliy Yevropa tashqi plat odamga o'xshashlar bor. Ular Angis yulduzlar sistemasidan kelgan. Amerika havo armiyasi bilan quyuq uchrashgan kinolarda doim ko'riladigan kichik kulrang obraz amaliyotda bor. Ular yana fakar kulrang iriq, biroq biz xotirjam bo'lsak bo'ldi. Ko'pligan tashqi plat odami insonlarga nisbatan noyidum do'stona. Ular yasharliklarga yordam berishni xohlaydi. Paul Hill bu yil 97 yosh. Uning bundoq tashqi plat madaniyatining borligini oshkorlashi buni har bir odamning bilish huquqi bor deb o'ylagan. Paul Hill yana burun mundoq deb aytgan. Insonlar atom energiya texnikasini egallagandan buyon shundoq. Yana kelib yaqinqi yillarda tashqi plat odamlarning faoliyati texmi ko'paygan. Chunki ularning qarashicha insonlar xato yo'nalishga qarab taraqqiy qilyotdi. Koinot bir gavda. Agar insonlar yana bir qatim yadro urush qo'zg'aydigan bo'lsa, o'xshashlar ularga ta'sir bo'ldi. Ular insonlarning koni muqamiga dasmaslikka ogohlantirgan. Paul Hill yana mundoq dedi. Yer shari tashqi plat irqining ko'payishiga ergishib, har qaysi davlatlar har qancha yushurman debmi yushurib bo'lolmagan vaqtda asta-asta sirtqa uchurlar oshkorlanishga boshladi. Masalan, 2019-yili Amerika havo armiyasi UFO'ning borligini e'tirof qildi. Bu faqat boshlanishi bo'lishi mumkin. Undaqda sizlar tashqi plat odam bilan uchrashishga tayyorlik qilib bo'ldinglar.